Jismoniy shaxslar ko'chmas mulki va transport vositalarini sotganda qanaqa soliqlar to'laydi? Jismoniy shaxslarning Soliq kodeksiga asosan bino inshootlari va transport vositalari sotilishi jismoniy shaxslarning mulkiy daromad sifatida qaraladi. Agar jismoniy shaxs turar toifadagi ko'chmas mulkini 3 yil ichida olib, boshqa shaxsga sotadigan bo'lsa, olingan foyda summasidan 12% miqdorida daromad solig'i to'laydi. Agar turar toifadagi obyektlar 3 yildan oldin olingan bo'lsa, bunda soliq hisoblanmaydi. Noturar toifadagi obyektlarda esa olingan mulki sanasidan qat'iy nazar 12% miqdorida daromaddan soliq hisoblanadi. Bundan tashqari ko'pchilik ahamiyat bermaydigan yana bitta holat bu jismoniy shaxslar o'rtasida tekinga hadya sifatida berilgan mulklar. Agar jismoniy shaxslar boshqa jismoniy shaxslarga transport vositasi, ko'chmas mulklar, pay ulushlarni tekinga beg'araz hadya qilgan taqdirda, bular yaqin qarindosh bo'lmagan taqdirda 12% miqdorida daromad solig'i hisoblanishiga sabab bo'ladi. Agar sizda ko'chmas mulk oldi-sotisi bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki muammolaringiz mavjud bo'lsa, kommentariyaga pliz qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz.